Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Keling o'tiring. Qachon ekan? O'g'lingmi? Ha, sizga aytgandim-ku, olib kelaman deb. O'g'lim, ismi Dostonbek. Tanishing. Bular senga aytgan o'sha yaxshi amaki. Men senga ruxsat bera olmadim. Farhod aka, lekin Hozir o'zingcha surpriz qilmoqchi bo'lding-da? xo'p, iltimos asabiylashmang. Men o'ylagandimki, Sen o'ylama. Qachon men ruxsat bersam, ana shundan keyin o'ylaysan. Tushundingmi? axir o'g'ling bilan qabul qilaman degan siz emasmidingiz? Men qayoqdan bilaman? Bu uyga kelganingdan 2 kun o'tib o'g'lingni olib kelishingni. Axir 2 kun bo'lmadi-ku. 1 oydan beri yashayapmiz. O'g'limni ko'rmaganimga ham 1 oy bo'ldi. Bu meni yonimda bo'lishi kerak. Menga qara. Ertaga yo'q bolani olib bordi buvsinikiga tashab kel. Tushundingmi? Tushundingmi? Tushundim. Men qachon olib kel desam, ana o'shanda olib kelasan.